Bilasizlar, Batosh Shoyroq majmuasidan olmishta xonadonni sotuvga qo'ygandik. Uylarimizda juda ham ko'p sotib bo'lindi. Endi bo'lsa sizlar uchun zo'r taklif bermoqchiman. 5-etajdagi xonadonlarimiz narxini o'zgartirmagan holatga, ichlarini premium holatga olib kelib, mebel jihozlar bilan to'ldirib qo'ydik. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, uylarimizni sizlarga qisqacha arzon qilib beraman. Bunaqa narxga, bunaqa sharoitli uylar haddan ham chiqarmaydi. Kirib kelishidagi qaranglar, qanaqa eshiklar qo'yilgan. Qo'l tarafga kattakon keng mehmonxonasi kutib oladi. Gilamlarga e'tibor qaratasizlar, gilamlari ham zo'rdan to'shalgan. Bundan tashqari bu tarafga invertorli konditsioner ustanovka qilingan, jalyuzi pardalar ham qilingan. Qishcha uy issiqqina bo'ladi, ataplaniya ham o'tkazilgan. Eng qiziq tarafi, hozirgi nostrok uylarga gaz bo'lmaydi, lekin bizning uylarda gazdan, tokdan, svetdan umuman yo'q. Oshxona mebellari ham hammasi yangi, zo'rdan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, sizlar qiyin bo'lmasligi uchun kirmoshlar ham qo'yilgan. Oshxona mebellarni ko'rishingiz mumkin, hammasi yangi qilib taxlangan. Gaz filtrlari ham qo'yilgan, vetishkalar ham qo'yilgan. Bu tarafga o'tadigan bo'lsa, do'q konturni katerlar ham ustanovka qilingan. Yangi xaldindichani olib kelib qo'yilgan. Lustraga ham e'tibor qaratasizlar, juda ham chiroylidan tanlangan, did bilan tanlangan. Xo'sh, bu tarafga o'tadigan bo'lsa, yana bitta uyimiz bor. Bu uyda ham ko'rib turibsizlar, hammasi zo'r, gilamlar ham to'shalgan. Hamma uyimizga ataplaniya sistemasidan o'tkazilgan. Uyimizning balkon qismi sizlar uchun bonusga bo'ladi. Balkon ham juda ham chiroyli. Balkondan chiqib, atrofni tomosha qilib, maza qilib kofe ichib o'tsangiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, hamma sharoitlar qilib qo'ygan uyimiz narxini sizlar uchun 415 million so'mga baholab qo'ydik. Uyimiz soni cheklangan, yana ham savdo qiladigan joyi bor. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilgan nomerga telefon qilishingiz mumkin yoki kommentariyaga ++ yozib qoldirsangiz, biz o'zimizga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarni beramiz.